Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shtamprozani payvand haqida videoni boshqachadan ko'rsatishni talab qilishibdi. Kommentariyalarda yozishibdi. O'zi payvand hozir qilib bo'lmaydi. Bugun xohlasa bugun 6-oktyabr. Yo mayda qilinadi. Birinchi gullab bo'lay deganda yoki avgustda qilinadi. Avgust ham 10-sida keyin qilinadi. Hozir endi video uchun baribir ko'rsatib nima qilib bermoqchiman. Nima payvandini hozirgacha payvand qilingan gullar o'sha 6 gulla bo'ldi. Mayda qilinganlari bir marta gulladi. Avgustda qilinganlari shoxlar chiqib o'zi makkan bo'lib bo'ldi. Shuning uchun faqat hozir qilmanglar, yo o'sha maytgan vaqtimda qilinglar. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Oldin namatagingizni tayyorlab olasizda. Namatagi tayyorlash nima deganda, tayyorlash degani manadagi hamma tikanlarni olib tashlaysizlar. Yuqori qismidan ozgina barg qolsa bo'ladi. Men bu namatak tovib kelib, ildizli ozgina ildizi bor ekan. Uzun shoxlarni qirqib tashladim. O'shaning uchun bargi yo'q. Sizlar tepasida 5-6 ta bargini qoldirasizlar, qisqartirasizlar shoxlarini. Keyin nima qilasizlar? Tozalab bo'lganingizdan keyin mana butun qurollaringizni mana spirtda yaxshilab tozalab обработка qilib olasizlar. Bizga shu payvand pichoq, spirt, скотч, keyin qaychi kerak bo'ladi. Sadoviy noshnik. Men hozir 3tasini qilib qo'ydim. Bittasini qilishni ko'rsatib beraman. Oldin T obrazning shaklida qirqim qilib olasizlar. Mana bu T shaklida qirqim qilib turib, endi mening pichog'im qo'l bo'ladi, pichoq yasalgan pichoq. Shuning uchun payvand qilishga shunday qilay, faqat bitta uchi bor xolos. Uni mana postini ko'chirib olish uchun men shpilkadan foydalanaman. Endi qo'l bola nimadan. Agar kimda payvand pichoq bo'lsa, odatda payvand pichog'i uchli tomonining orqa qismida bunday to'poy tomoni bo'ladi. O'tmas tomoni bo'ladi, yarim yoy shaklida. U nimaga kerak? Qirqim qilgandan keyin postog'i o'rtasidagi nimasidan o'zagidan ajratib olishga. Faqat postoq qilinadi. Keyin novdalaringlarni ham mashq holatiga keltirib tayyorlab olasizlar. Baglarni olib tashlab oyoqchalar qoladi. Xohlang oyoqcha bilan qiling, xohlang oyoqchasiz qiling. Oyoqcha bilan qilganni bitta plus tomoni mana bular qurib tushib ketadi. Tagidagi mana kurtagini ozgina himoya qilib turadi. Menga farqi yo'q, ba'zida oyoqchali, ba'zida oyoqchasiz qilib payvand qilamiz. Keyin men sizga payvand qilinganlar ko'rsataman. Hozir boshladigan bo'lsam, oldin yaxshilab artib olamiz. Tanasini men artib tozalab olganman. Changlardan artib olganingizdan keyin latada keyin ishga kirishni boshlaymiz. Hozir T obrazny qilib nima qilamiz? Mana ko'kirib tushayotgan kurtalarini olib tashlaymiz. Payvand qilganda bir marta oldindan qilasiz, bir marta orqadan qilasiz. Bir marta men orqadan qilib qo'ydim bitta, oldi tomondan qilasiz. 4ta, 5ta, bu ko'pchiliklar 3ta qiladi, men 5ta qilaman. Bittasi bo'lmasa bittasi albatta qiladi. Kesaolamiz barazan qilib. Nimaga pichoq yarim joy shaklida qilingan? Mana shu payvand qilganda o'ngroq bo'lishi uchun. Mana ko'ryapsizmi?
payvand qilishdan oldin namatagingizni 4 kun 5 kun oldin yaxshilab sug'orib qo'yasiz. Agar sug'ormasangiz po'stlog'i ajralish qiyin bo'ladi. Men bu namatayni yangi olib kelganman. Ko'chirib olib keldim. O'shanga sal ko'chish qiyin bo'lyapti. Ko'chadi, qiyirg'i ko'chadi. Shoshilishda men ko'chirib olib keldim. Mana ochib oldik. Tez harakat qiladi, yumsi qurib qoladi. Qurib qolsa unga foydasi bo'lmaydi. Endi mana ko'zimizni ko'rinyaptimi? Ko'zimizni mana yuqori qismidan 2 mm tepaga olib napsira olamizda. Mana tag qismiga kelganda sal qariroq olamiz. Resk harakat bilan tortib olamiz. Mana mash holatga keldi. Mana o'rtasidagi nimasini ajratib olamiz. Mana po'stini o'zi qoldi. Keyin ortiqchasini olib tashlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Mashi ko'rinyapti. Tayyor bo'ldi. Mashi qirqimga solamiz. Agar qiyshaygan bo'lsa sekin to'g'rilaymiz. Kurtak yaxshi tushishi kerak. Ko'z yaxshi tushishi kerak. Mana ko'rdinglar? Ko'rinyaptimi? Yaxshi tushishi kerak. Yaxshilab jimda to'g'rilab olamizda. Skoch bilan o'raymiz. Past qismidan boshlasangiz, kimdir sadovoy lentada qiladi, kimdir o'zi selofanda qiladi. Menga shu skoch qulayroq. Pastdagi 3 marta aylantirgandan keyin yuqori qismidan aylantiramiz. Mana oyoqchasi bag'da qoladi. Oyoqchasi bag'da tepada qoldi. Ko'ngilto'q deganimda nima qilamiz? Mana urib olgandan keyin bu yopishib qoladi-ku. Shuning uchun qaychida ozgina manadan buklab qo'yamiz. Nimaga? Yechayotganda osonroq bo'lish uchun mana yopishmaydi. Manasi qoldi. Mana ko'rdinglar? Mana shunisidan ushlab sekin olaverasizlar. Mana bo'ldi. Mana shu bilan hammasida. Hozir men 4 ta qildim. 1, 2, 3 ta, 4 ta. Yana bitta orqadan qilish kerak edi. Olay. Orqadan qilinibdi. Endi oldindan qilarkanmiz. Endi. Неправильно я это сделала. Mash oldindan qilarkanmiz. Ko'rinyaptimi? Endi men o'zim yolg'izman, bir qo'ldaman. Ustiga yonida sherigim yo'q, olib turgan video. O'shaning uchun mana yana T-образно qilib kesib olamiz. Ko'ndilangiga shapkasini faqat terisini taqdik. Bu nima qilish uchun
hech bo'lmasa 1 yil 2 yillik namatak kerak. Yangi namataylar juda mo'rt bo'ladi. O'tkazganingizdan keyin yo birinchi yili tekislab nima qilib qo'ysangiz, 1 yil o'sgandan keyin ikkinchi yilga nima qilinadi, payvand qilinadi. Ko'ryaptimi? Ko'ryapti degan umiddaman. Mana endi postini ko'chirib olamiz. Tomonni ko'chirdik. Endi ikkinchi tomonni qulay bo'lish uchun, ko'rinish uchun sizga o'sha sadovoy bog' pichoqlari kerak. Agar tayyor olsangiz, ikki tomonlama manda ortiqcha harakat bo'lmaydi. Men topolmadim. Shuning uchun buni yasab qolaman. Endi ko'zimizni olamiz. Mana ko'zni ham oyoqchalarini xalaqit beradi, olib tashlaymiz. Yuqoridagi millimetr kesib olamiz. Mana tagiga kelganda, mana buni yo'g'on yetib kelganda sal chuqurroq olamiz. Risk harakat bilan tortamiz keyin. Keyin bundoq qilsa, bunda mana nima deydi, nimasini po'stlog'ini bundoq qilsangiz, driniz mana ichidagi ajraydi. Risk harakatdan olib tashlaydi. Ortiqchasini kesib olib tashlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi qo'yamiz. Mana shu kesibga. To'g'riroq biz kesigimizni joyladik. Tekislaymiz. Joylagandagi yaxshilab tushish kerak. E'tibor bering tushishiga. Mana yarim oyog'i bag'da qolib ketibdi. Yaxshilab qarang. Iloji boricha qo'lingizni mana nimani ko'ziga qo'lingizni ishqamaysiz. Infeksiya tushadi, qorason bo'lib qorayib qoladi. Olmaydi. Mana joyladik, yaxshi joylandi. Endi tepasida ortiqcha qismi bor. Mana shu ortiqcha qismini sekin olib tashlaymiz. Hop, tashladik. Zo'r. Mana qo'lim qaltiraydi. Mana bo'ldi. Endi skochda mana pastki tomondan qilsangiz o'ngroq bo'ladi. Обмотаем, короче, скотчем. Так aylantiramiz, boylaymiz, bog'laymiz. Смотрите. И снизу, и сверху тоже. 2-3 раза. Повернем вот так. Bunday qilib, yuqori qismidan mahkamlaymiz. Yaxshi gullari tagida anchadan beri bitta olaman deb shu bilan esimdan chiqqan ekan, qolib ketgan ekan. Shuni oldim. Tuvakka ekib qo'ydim. Endi mana yakunladik. Yaxshilab oyoqchalarni joyladik. Mana shu holatda 21 kun turadi. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana 5ta. 25 kun turadi. 21 kun turadi.